Tefsirim müyesser. Maide suresi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ey insanlar! Kıyamet gününü unutmanglar ki Allah o günü peygamberlerini yığıp, ulardan dünyadaki çığda kavmini imanға davet qilganda, kavmining ularga qandaq javob berganligi haqida savol so'raydi. Peygamberler Allah'a cevap verip, biz bu haqda hech narsa bilmaymiz. Chunki biz kishilarning dilidikini va ularning bizdan keyin qandaq ishlarni qilganligini bilmaymiz. Sheksizki sen ularning oshkora va yoshirin hamma ishlarini nihoyat obdan bilguchisan deydi. Shu vaqtda Allah mundaq deydi: Ey Maryam o'g'li İsa, sana va sening onangga ato qilgan ne'matimni asliginki, seni otsiz yaratdim. Onangni dunyodagi ayollarning eng yaxshisi qilib tanladim. Uni Yahudilarning tuhmatlardan oqladim. Ey İsa, o'z vaqtida sana Jibril orqali madad berdim. Böşükteki çığındılı sözleydin. O'ttir yaş vaqtingda kishilarni dinga da'vat qilatding. Men sana vahiy qilgan chaqda kuch-quvvating va aqling to'shqan edi. Yani sana muallimsiz holda o'qish va yezishni o'rgatdim. Aql, idrok va farosat ato qildim. Tavrotni va Injilni bildirdim. Sen shu chaqda mening irodam bilan loydan qushning shaklida bir narsa yasab, uni pülisang, u mening irodam bilan uchadigan qush bo'ladi. Sen mening irodam bilan tug'imi ko'rni, baras kasalni saqaytatding. Shu chaqda sen mening irodam bilan o'liklarni tirildirib, qabrlardan chiqaratding. Bularning hammasi sening haq payg'ambar ekanligingni kuchlantiradigan o'p-ochiq mo'jizalar edi. İsrail avlodi seni o'ltirmoqchi bo'lganda, ularni sana cheqilishdan to'sdim. Sen ularga ro'shan mo'jizalarni elib kelgan cheg'ingda, ularning ichidagi kofirlar İsa ko'rsatgan narsalarning hammasi faqat ochiq sehrdan iboratdir deyishgan edi. Ey İsa, sen ato qilgan ne'matimni unutmag'inki, shu chaqda men havoriylar, yani sana ergashgan muxlis kishilarning qalbiga mening yegona iloh ekanligimga va İsa'ning haq payg'ambar ekanligiga iymon etinglar deb ilhom solgan edim. Ular: Ey Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizning sana bo'ysunguchi va amringga itoat qilguvchi ekanligimizga guvoh bo'lg'in degan edi. Shu chaqda havoriylar: Ey Maryam o'g'li İsa, agar sen Rabbingdan tilasang, u bizga osmondan tamoq bor bir dasxon tushirib beralamdi deganda, İsa ularga: agar sizlar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning azobidan qo'rqinglar deb javob bergan edi. Havoriylar: biz shu dasturxondan tamoq yeyishni, uni ko'rib ko'nglimizning orom tepishini, shuning bilan sening haq payg'ambar ekanligingga jazm qilishni va Allohning bu mo'jizani o'zining yegona iloh ekanligi va cheksiz qudratining dalili qilib nozil qilganligiga guvohlik berguchilardan bo'lishni xohlaymiz degan edi. Maryam o'g'li İsa havoriylarning savoliga javob bergan holda Alloh taologa duo qilib: Ey Rabbimiz, bizga osmondan ichida tamoq bor bir dasturxon tushirib berginki, dasturxon tushgan bu kunni biz va bizdan keyingilar uchun bayram kuni qilaylik. U dasturxon sening yegona iloh ekanligingga va mening haq payg'ambar ekanligimga dalil bo'lib qolsin. Bizga sonsiz ne'matlaringdan ato qilgin. Sen rizq berguchilarning eng yaxshisisan degan edi. Allah: men sizlarga ichida tamoq bor dasturxonni cho'qim tushiraman. Ammo dasturxon nozil qilingandan keyin sizlardan kimki mening bir ekanligimni va sening haq payg'ambar ekanligingni inkor qiladigan, men uni ahli jahondan hech kimni azoblamagan azob bilan azoblayman degan edi. Dasturxon Allah va'da qilgan bo'yicha
ularga tushirib berilgan edi. Shuni esliginki, Allah qiyomat kuni: "Ey Maryam o'g'li İsa, sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilib elinglar deganmiding?" deydi. İsa bu savolga javob berib: "Ey Rabbim, ulug' sha'ningga loyiq kelmaydigan sifatlardan albatta pokdirsan. Men kishilarga faqat haqiqatni aytdim. Chunki aytishga haqqim bo'lmagan so'zlarni aytish menga yarashmaydi. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, sen uni cho'qim bilgan bo'larding. Chunki hech narsa sana maxfiy emasdir. Sen mening dilimdagini bilasan, ammo men sening ilmingdagini bilmayman. Sheksizki, sen oshkora va yoshirin hamma narsani bilib turg'uvchisan." İsa alayhissalom aytdi: "Ey Rabbim, men ularga faqat sen menga vahiy qilgan va meni aytishga buyurgan, mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohning yagona iloh ekanligiga iymon keltiringlar. Ibodatni uning o'ziga qilinglar" degan so'zni aytgan edim. Men ularning orasida bo'lgan muddat ichida ularning amallarini, ishlarini va gap so'zlarini ko'zatib turgan edim. Sen mening yer yuzidagi hayotimni oxirlashtirib, meni tirik turg'izib osmonga elib ketgandan keyin ularning ahvolini va sirlarini sen o'zing ko'zatib turgan eding. Sen hamma narsani ko'zatib turg'uchidirsan. Sana osmon va zimindagi hech qanday narsa maxfiy emasdir. Ey Allah, agar ularni azoblasang, ular sening bandalaringdir. Sen ularning ahvolini obdan bilasan. Ularga albatta adolating bilan muomala qilasan. Sen ularning ishidan kechirimga loyiq bo'lganlarni o'z fazling bilan kechirasan. Sheksizki, sen hammadan g'olibsan. Sana hech kimning kuchi yetmaydi. Tadbirlaringda va amr farmonlaringda hikmat bilan ish qilg'uchidirsan. Bu oyatda Allohning cheksiz ilmiga, hikmatiga va adolatiga madhiya o'qilgan. Allah qiyomat kuni İsa alayhissalomga aytadiki: "Bu kun iymonida samimiy, niyatida, amallarda va gap so'zlarda rostchil bo'lgan kishilarning rostchilligi asqatadigan kundir. Ular qasrlarning va dal-daraxtlarning ostidan o'sanglar eqib turadigan jannatlarga kiradi. Ular u jannatlarda mangu turadi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Ularning yaxshi amallarini qabul qiladi. Ularmi Allah ato qilgan sonsiz mukofotlarga rozi bo'ladi. Bu haqiqatan zo'r utuqdir. Osmonlarning, zaminning va ulardagi butkul mavjudotning podshohligi Allohga xosdir. Allah her narsaga qodirdir. Allohning qudratiga hech narsa tankilanmaydi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.